ilon baliqqa besh ketganimni sababi suvsizlikka chidamliligiga besh ketganman-da. Uncha-munchaga kasal bo'lib qolmasligiga besh ketganman. Ozuqaga chidamliligiga besh ketganman. Muzi tagiga turishiga besh ketganman. Kislorod yetmasligiga besh ketganman. Qo'yinki mazasiga ham besh ketganman boshqa baliqlarga nisbatan. Qoyil qolganman. Yana bitta besh ketgan tarafi mana shu tozalikka shunaqangi e'tibor qiladi, hayron qolasiz. Uncha-munchasi qila olmagan tozalikni mana shu baliqda ham ko'rdim-da. Pokiza joyda yotadi, bor. Hayronlar qolib ketasiz. Kirdi, mana shu suvdagi iflos kirlarni chetga chiqarib yuboradi. Har safar shu video qilganimda aytaman deyman, qandaydir aytolmay qolib ketadi har safar. Hozir bugun o'sha vaqti mavridi bo'ldi shekilli, bugun mana vaqt bo'lib qoldi. Kecha mana bilgan bo'lsalaring, baliqqa lichin kelgan odamlar kelgan. Suv iflos bo'lib ketgandi. Suvdagi musorlarni demoqchimanki, chiqindilarni chetga chiqarib yuboradi. O'zi mana shu pokiza suvda yotadi, hayron qolib ketasiz. Shunaqangi toza suvda yotadi. Yana bitta qoyil qolgan tarafim, mabodonda mana shu baliqlar ichida birortasi kasal bo'lib qolsa, o'sha kasal baliqni chetga chiqarib tashlaydi. Mashinada paydo bo'lib qolaman, chekkalarga kelib qoladi. Kasalligi bor baliqni qo'shmaydi. O'shanisiga ham qoyil qolganman. Keyin ko'pchilik savol beryapti. Aka, bitta ona baliq, bitta ota baliq. Siz shunaqa deyapsiz. 10 ta ona baliq qilib turib, bitta ota baliq qilsa nima bo'ladi deb savol berishyapti. Bu shunaqangi bir-biriga mehr qo'yib, shunaqangi bir-biriga nima deydi? To abad deydi, hali bir-biriga xiyonat qilmaydi. Bitta erkak bitta urg'ochidan ko'payadi. To o'sha bolasi katta bo'lgungacha, hattoki yetim tashab ketmaydi-da, o'shanisiga ham qoyil qolaman. O'sha bolasi ozuqaga kirgungacha, mana shu sigaretday bo'lgungacha mana shu kichkina turibdi, mana kichkina mana shular. O'zi erkin ovqatlangungacha, o'zi ovqat topib yegungacha, hattoki bolasini yetim tashab qo'ymaydi. O'shanisiga ham qoyil qolganman. Bitta erkak bilan bitta ayolni olib borib tashab qo'ysangiz, juplashishi mumkin endi, nima deydi? Lekin shunaqangi tarafiga ham yana bir qoyil qolganman. Masalan, ichidan tanlab bir-biriga ko'ngil qo'yib, kak inson singari. Ashi ichidan tanlab oladi. 10 ta masalan ayol bitta erkak tashlasangiz, o'shaning ichidan bittasini tanlab oladi-da, o'sha bilan to'g'abat yashaydi. To o'sha bolasini ikkilab tashlaydi, bolasini katta qiladi, o'sha tarafga qoyil qolaman. Haligi bolani tars etib tashab turib, ketavera olmaydi nargisi bilan. O'sha taraflariga ham qoyil qolganman. Mana shu baliqni boqarish kerak. O'sha yerda boqaman desangiz, baliq boqib ko'karaman desangiz, natijaga erishaman desangiz, mana shu baliq boqish kerak. Reklama emas, bu baliqni menga farqi yo'q. Bu sotiladimi, sotilmaydimi menga farqi yo'q, uni ahamiyati yo'q. Lekin hali uyingizda baliq boqib kuyib qolmang deyapman xolos. Bunga oqar suv ham kerak emas, kislorod ham kerak emas. Ora-sirada o'sha ozuqa berib, ovqatni berib tursangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Dori, porib, qanaqangidir bir aminokislotalar, bir nimalar hech narsa kerak emas. Tabiiy ozuqa bilan boqsangiz bo'ladi, qo'shimcha ozuqa bilan boqsangiz bo'ladi. Tez katta bo'ladi, tez yetiriladi. Endi boshqa baliqlar boqaman desangiz, kislorod kerak, oqar suv kerak. Endi hozir kunda oqar suvni ham topolmayapti. Kislorod qo'yaman desangiz, ba'dan to'kni limit qo'yib qo'ygan, o'shaning uchun baliq boqib ko'karaman desangiz, daromad qilaman desangiz, ozgina baliqdan ko'pgina daromad qilsangiz bo'laveradi. Shunaqa gaplar. Besh ketish kerak bu baliqqa. Kelajakda baribir shu baliqlar qoladi, menimcha qolgan baliqlarni boqish qiyin bo'ladi. Sababi kundan kunga, yildan yilga suv muammo, suv tanqis bo'lib ketyapti. U boshqa baliqlar boqaman desangiz, katta ob'yomda suv kerak. Bularga 1 gektarli o'sha sazan, amur, oq baliq boqaman desangiz, 1 gektar joy kerak bo'lsa, bu baliqqa 1 sotik bo'lsa yetadi. O'sha 1 gektardagi daromadni mana shu 1 sotikda baliq daromadini beradi. Bemalol hisob-kitobini chiqarib, kesalar hisob-kitobini chiqarib beraman. Bo'lmasa Telegramda ilon baliq deb kanal ochib qo'yganman, o'sha yerga kirsalangan bo'laveradi. Kirillali postdagi o'sha meniki. Ilonbosh house deb turib, tagiga telefon raqamlarini qo'yib qo'yganman. Telefon raqamini uncha-muncha ko'tarmayman. Xafa bo'lish yo'q.
shogirdga olaman, o'rgataman. Agar kimda-kim shogirdga tushaman, o'rganaman desa, mana shu kelib turgan yakshanba 2026-yil mana shu kelib turgan fevralda yakshanbasidan shogirdlikka olaman. O'shanda sana necha bo'ladi? 22-fevralga to'g'ri keladi, adashmasam. 2026-yil 22-fevral mana shu kelib turgan haftaning ichida shogirdga olaman. Keyin shu bilan gruppani bekitamiz. Shularga 1 yil davomida qanday boqilinadi, qaysi tartibda kasal bo'lib qolsa nima qanaqa dori qilinadi, ko'payganda nima qilish kerak, qanday boqish kerak, hamma sir-sinoatlarni o'rgatib, har bitta viloyat tomonidan shogird chiqarib, o'shalarni keyin bog'lab qo'yaman. Siz qaysi viloyatdan qiziqsangiz, o'shalarga prямой aloqaga chiqaverasiz, shular bilan gaplashaverasiz. Pensiyaga chiqaman, dam olaman, to'g'risi gap. Shunaqa gaplar. Baliq boqaman desizlar, mana shu baliqni boqaveringlar. Kelajakda ham qachondir ko'rib qolsalaring, baliq boqqalang kelib qolsa, ham moddiy, ham ruhiy, ham ma'naviy oziq olasiz baliqdan. Ko'rib miyangiz dam oladi birinchidan. Ko'chadagi asabingiz buzilib, urush, janjal, mana ko'chadagi shovqinlardan charchagan bo'lsangiz, kelib 5 minut tomosha qilsangiz bor, butun charchovingiz badaningizda, butun g'uboringiz chiqib ketadi. Dardingizni tortib oladi baliq. O'shunaqada bu jonivor. Odamni tanasidagi dardni tortib oladi bu. İchingizdagi muammolar, problemalar, hozirgi kunda kundan kunga problemalar ko'payib ketyapti, asab buzarliklar ko'payib ketyapti. O'shalarni kelib 5 minut shu baliq tomosha qilib o'tirsangiz bor, yosharib ketasiz. 70 yosh bo'lsangiz 50 yoshga tushasiz, keyingi safar yana kelib tomosha qilsangiz 30 yosh bo'lib qolasiz, keyingi safar yana kelib tomosha qilsangiz 18 yosh bo'lib miyalaringiz dam oladi. Miyalarni butun miyadagi problemalar chiqib ketib qoladi. Doktorga borsangiz, hali kasalman desangiz, yurak sanchyapti, yurakda problema bor desa, bitta qarmoqni olingda, aka baliqga chiqing dedi-yu, hali dori ta'sir qilmayapti, qo'l ta'sir qilmayapti desa. Xuddi shunaqa baliqda ish katta. Boqsangiz, moddiy tarafi ham zo'r. Arzimagan 1 million, 2 million bor yana daromad qilaman desangiz, 5 million, 10 million tikib abrot qilsangiz, Xudoyim shunaqangi pulni berib qo'yadi. Cho'ntalaringiz to'lib, cho'ntalaringizdan pullar oqib tushib ketadi. Qoyil qolib ketasiz. Shunaqa narsalar. Boqish kerak, imkoniyat sharoit bo'lsa qilish kerak. Hozirgi kunda mana prezidentimiz deyapti. Foydalanish kerak. Kredit ol deyaptilar mana. Kreditni endi shunaqa baliqqa olsangiz bo'laveradi, lekin narigi baliqlar bilmadim. Qanday qoplaydi ular baliqlar bilmadim. Bu yemi arzon bo'lsa, suvi arzon bo'lsa, suvni o'sha bir marta to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi. Haftada bir, oyda bir almashtirib turasiz suvni. O'sha taraflari yaxshi. Agrorodga chiqarib yuborsangiz, agrorodingizdagi ekin tikinlarga tayyor sizga o'g'it, fosfor. Chiqindisi, mana shu chiqindisi tayyor fosfor sizga oziqa agrorodingizga. Mana intensiv hovuzlar qilinyapti, tomchilab sug'orish. O'shalarga borib tashlab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Sherikchilikka, fermer bilan kelishib. O'sha fermer meni videomni ko'rganda, aka, shu yerga kelib baliq olib ketardi. Gap yo'q deb. Chet ellarda qilyapti mana, kichkina joylardan katta daromadlarni olyapti. Qilish kerak. O'zbekistonda sharoit bo'lyaptimi? Qilish kerak. Imkoniyat qilyaptimi? Qilish kerak. Foydalanish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.